Dokladda deyilgenler ve bizning deydiganlarimiz. Abdori Abduvali Ayub. BDT dokladi e'lon qilindi. 31 avgust mening vaqtim kech soat 1 bilan dokladga ko'z yugurtdim. 48 betlik bayonda hamma muhimliklar deyilibdi. Ammo Xitoyning qilmishi irqiy qirg'inchilik deyilmabdi. Atdigandan boshlab Uyg'urlarga oid xabarlarning qaynab ketganiga shahid bo'ldik. Angliya, Amerika, Germaniya tashqi ishlar ministrligi ifoda bildiribdi. Boshqa davlatlarmi balkim bugun erta bir-birlab ifoda bildirishlari mumkin. Bu muhojiratdagi Uyg'urlarning o'zi turishliq rayondan saylangan parlament a'zolariga, shu davlatdagi xalqqa, siyosiy partiyalarga, xalq saylagan hukumatga va yerlik, xalqarалық ommaviy tashkilotlarga qanchalik ta'sir ko'rsatilishiga bog'liq. Dokladda eng muhim ta'kidlangan, isbotlangan nuqta bu qitimqi umumiy tutqun, jazo lageriga qamash va umumyuzlik ta'qiblash sistemasining Xitoy datlayotgan terrorizmga, oshqunlikqa qarshi kurash bilan hech qanday munosabati yo'qlik ekan. Dokladda bularning ta'kidlanishidagi sabab Xitoy o'zini xalqaroda terrorchilikning qurboni deb rivoyat to'qanligi bilan munosabatlik. Mavjudligi izchil shubhalik bo'lib kelgan Sharqiy Turkiston Islom harakati degan tashkilotni garchi Amerika terrorchi tashkilot tizimligidan chiqarayotgan bo'lsa-mu, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tizimligida bor. Shunga Xitoy her növbət xalqarada kishilik huquqni dafsand qilganlik sababli ayblashlarga uchraganda o'zini Uyg'ur islomchilarining hujumida amalsiz qolgan, dard tortayotgan beqo'llarning bir qilib ko'rsatdi. Dokladda Xitoy Uyg'urlar qilayotgan zulmning terrorlik qarshi turish bilan hech bir munosabati yo'qligi tafsiliy isbotlangan. Ma'lumki, Xitoy xalqarada Uyg'ur qilgan zulmni ve yürgüzüvatkan irqiy qirg'inchilikni terrorizm qarshi turganlik deb ko'z bo'yamchilik qilibla bo'ldi qilgan emas. BDT tayyorlagan bu yil iyulda tarqatilgan xalqaro terrorizmga doir dokladda Uyg'urlarning Suriyaning Idlib ve Afg'onistonning Badaxsha rayonida mingdan ortiq kishidan tarkib topgan bir qurolli qo'shiniga ega ekanligi, ularning burundan Xitoy hujum qilib kelayotganligi va terrorlik hujum qilishga har zaman tayyorligi tafsiliy xotirlangan. Undan boshqa Uyg'urlardan Afg'onistondagi Islom davlati tashkiloti tavasida harakat qilayotganlar sonining 50 dan oshadiganligi qayd qilingan. Garchi bu doklad xalqarodagi nupuzliq Uyg'urshunoslardan Shan Robertning gumoniga duch kelgan bo'lsa-mu, ammo dokladda tilga olingan paket deyilganlarni inkor qilishga yetarlik manba yo'q. Eng ichinarligi ismi tilga olingan tashkilotlar yuqorqi dokladga va shu vaqtda chiqqan xabarlarga hech bir inkos qaytarmadi. Dokladda isbotlangan yana bir nuqta bu qitimliq umumiy tutqunning Uyg'ur qatorliq musulmon oz-sonliqlar qaratilganligidir. Gerçi dokladda musulmon oz-sonliqlar degan atalg'i to'g'ri qo'llanilmagan bo'lsa-mu, zulmning ma'lum millatga qarshi yurgizilganligi e'tirof qilingan. Mening Uyg'urlarni musulmon oz-sonliqlar deyishga, Uyg'ur oz-sonliq musulmon degan uqumga izchil qarshi chiqishimning sababi bu uqum Uyg'urning yerlik millatligini, simindorligini inkor qiladi. Oz-sonliq millat degan soni qartilgan emas, faqat shu zamonga yerlik emasligiga qartilgan. Shunga bu dokladda Uyg'urlarning musulmon oz-sonliqlari tariqasida bayon qilinishi to'g'ri bo'lmagan. Holbuki bu qitimliq zulmning Uyg'ur kimligiga qartilganligi dalillangan. Xitoy irqiy kamsitish, ayrimchilik siyosati yurgizish bilan ayiblangan. Dokladning meni qoyil qilgan bir yeri, dokladda Uyg'urlar duch kelgan umumiy tutqunni yerlik siyosat,
yerlik tədbir dəb xulas qılmay, buning Xitayning mərkəzi hökuməti qanuni asosin turg'izib, yerlik organlarga icra qilg'izgan bir davlat siyosati ekanligini o'tirib qo'yganligidir. Doklad atalmış kasbiy tarbiyalash lageri deyilayotgan o'rinning kasbiy ma'rif bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan bir turm ekanligini, Xitoy qonuniga zidligi, tutqunlarning jinoyatchi deyilmagan bilan jinoyatchi muomalasiga duchor bo'lganligi ta'kidlangan. Kishilarning tutilishiga sabab bo'lgan oshqunlikning 75 xil ifodasi degan safsatining butunlay ifodalash erkinligini bo'g'ish ekanligi tafsilotlar bilan o'tirib qo'yilgan. Dokladda eng tafsiliy yozilgan va kishini qoyil qilgan nuqta tutqunlarning xohlagancha qonunsiz qamab qo'yilganligining isbotlanishidir. Dokladda tutqunlarning hech bir qonuniy huquqlardan bahramon bo'lolmaganligi, qamoqda insoniy muomala ko'rolmaganligi, dinidan, tilidan mahrum qo'yilganligi, jismoniy qiynoq va bosqinchilik uchirganligi tafsilotlar bilan yoritilgan. Doklad uchun 22 Uyg'ur, 16 qozoq va 1 qirg'iz ziyorat qilingan. Ziyorat inchika dalillarni o'z ichiga olgan. Qarmoqqa bundaq isbotlash bizga ortiqcha tuyulishi mumkin. Bu bir ziyonkashlik uchirgan kishining kayfiyati. Ammo bundaq ziyonkashlikdan bexabar, bundaq ziyonkashlikning bo'lishini tasavvur qila olmaydigan, isbotsiz ishlanolmaydigan dunyo jamoatiga, BDTga o'xshash bir betaraf dunyoviy organning isbotlab ko'rsatishi bir halqiliq masala. Dokladda Uyg'urlarning majburiy emgak selinayotganligimi deb o'tilgan. Uyg'ur ayollar qartilgan qisirlashtirish siyosati, ularning majburiy bola tushirishga zo'rlanishi, ota-onalarning bolalardan ayirib tashlanishi qatorliq masalalarmi bayon qilingan. Afsusliq yeri bu qismlar ancha tafsiliy yozilmagan. Ziyorat qilinguvchilardan bu haqda tafsiliy ma'lumot ilinmadimi, bilmadim. Dokladda Qarqash hujjatlari, Şinjan hujjatlari, Şinjan saqchi hujjatlari qatorliq vatandan oshkorlangan maxfiy hujjatlar paket sifatida foydalanilgan. Shunga bu hujjatlarning oshkorlanishiga bevosita qo'shgan Osiya xonim mazkur hujjatlarni avatib bergan nomsiz qahramonlar ehtiromga loyiqdir. Afsus, dokladda Xitoyni insoniyat qarshi jinoyat o'tkazdi degan yakun o'tirib qo'yilib, irqiy qirg'inchilik tilga olinmagan. Shundaqla Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa paket bo'lgan Uyg'urlarning ko'payishining cheklanishi to'liq yozilmagan. Uyg'ur avlodlarining yotoqliq maktablar orqali xitoylashtirilishi, Uyg'ur tilining, madaniyatining cheklanishi, hatto oilalardami nazoratga ilinishi otlab o'tib ketilgan. Uyg'urlarning Xitoylar bilan majburiy to'ylashtirish orqali xitoylashtirilishi faqatla tilga ilinmagan. Ba'zi xabardor arboblarning aytishicha, buningga Xitoy qo'l tiqqanmish. Mayli nim bo'lsa bo'lsin, bu yozilmagan taraflar bizning bundan keyingi xizmatimizning muhim nuqtasi bo'lishi kerak. Dokladning ahamiyati nima? Mencha, birinchi ahamiyati dunyo jamoatini qoyil qilish. Dokladda irqiy qirg'inchilik yakunlanmagan bilan irqiy qirg'inchilikqa sabab bo'lgan paketlar o'tirib qo'yilgan. Agar to'planayotgan paketlar, yangi dalillar davomli kuchlantirilsa, to'liqlansa, irqiy qirg'inchilik degan xulosa hamon chiqadi. BTTdek bundaq dunyoviy tashkilotning Uyg'urlar haqida bir tafsiliy dokladni e'lon qilishi dunyo jamoatini qoyil qilishda kuchli bir asos. Bo'libmi yuz berayotgan zulmni, qirg'inchilikni G'arbning o'yini, Amerika bilan Xitoy o'tirsidagi savdo urushi sababli qo'yilayotgan teatr deb qaraydigan millionlagan Afrika, Osiyo va Latin Amerikasi xalqi, hukumatlari va Xitoyning cho'moqchi ellariga berilgan kuchli zarba. Balkim bu dokladdan keyin ular o'ziga, qilmishiga savol qo'yishi
yoki savollarga duch kelishi mumkin. Ikkinchi, Xitoyni o'zining qirg'inchilik siyosati haqida o'ylanishga, ansirashga undishi. Xitoydan naflanib yashayotganlarning qizib ketgan qiniga, mengsiga sa'gatkuch bo'lib urilishi mumkin. Uchinchi, Xitoyni jazolashni tashabbus qilgan ellarni kuchlik paket bilan ta'minlaydi. Shundaqla Xitoy bilan eg'iz burun yalashayotgan ellarga BDT tavsiya qilgan taqobillik tadbirlari bir ogohlantirish bo'lishi mumkin. Dokladda o'rganishga tegishli nuqtalar xili ko'p. Men zarur his qilgan bir nuqta Xitoyning qilmishlari butunlay Xitoy o'zi e'lon qilgan dokladlar, tadqiqotlar va bayonlar orqali fosh qilingan va isbotlangan. Yana bir nuqta dokladga hujjatlashtirilmagan, dalillik detallar bilan isbotlanmagan hech bir mazmun kirgizilmagan. Da'vogarlar sifatida bizning bundan keyin qilgan ishlarimiz o'zimiz zulm deb qaragan hamma omilni zerikmay, terikmay inchik bilan hujjatlashtirish. Zulmning moddiy isboti, shahidi, ovozliq, rasmlik va sinliq dalillarni yig'ib, bulardan sifatli dokladlarni tayyorlash kerak ekan. Bizdek faoliyatchilardan umid kutayotgan, qarab beqayotgan va sinayotgan jamoatga doklad munosabati bilan deydiganlarim, bu doklad Uyg'ur davosida bir qatimliq g'alaba, bir qatimliq e'tirof, bir qatimliq haqning haqsizlik ustidan qilgan shikoyati. Adolat hamon g'alaba qiladi. Yomonlikning umri uzunga bormaydi. Xalqimiz 1957 yildan boshlab toki islohotgacha 23 yil Xitoy kommunistik hokimiyatining dahshatli zulmiga duchor bo'lgan edi. Shu chog'larda yo'qolmaydigandek ko'ringan tinchimas harakat, qamash va bostirishlarning oyig'imi oxiri mag'lubiyat bilan uzildi. Shu vaqtdagi vahshatlar Uyg'urning umidini uzalmadi. Hayotini ujuqtira olmadi. Mana bugunmi ajdodimizga shu zulmlarni ravo ko'rganlarning avlodi o'xshash dahshatlarni beshimizga selayotadi. Hozirgi dunyoviy yuzlanishdan qaraganda bu mal'unlarmi tarixning axlatxonasiga tashlanish oldida. Uyg'ur 6 yildan buyon o'zining qurbonligi badaliga dunyoni bir razillikning, yovuzlikning, qabohatning to'mir tapandan ogohlantiradi. Tasavvur qilg'usiz qirg'inchilik oldidimi yanla qaddini kerib, dunyoning ikkinchi kuchiga, eng qabih zo'ravoniga taqobil turadi. Chunki bu millat g'oliblarning avlodi. Biz bo'lar yengan razillikni, mo'milar dafni qilgan qabohatni omon mag'lub qilamiz. Biz raqibni ko'zimizga putlashsa oliyib, qo'limiz yassa urib, tishimiz yassa tishlab, kuchimiz yetgan yerda yonchib, yer bilan yakson qilishga omon bir kuni qodir.